Xitoy Urumchida balnistik boshqarilgan bomba siniqi elib bordi. Star Tour'ning 26 iyul kunidagi xabaridan ma'lum bo'lishicha, 23 iyul yakshanba kuni Hong Kongdan Ozarbayjonning poytaxti Bakuga qarab uchgan aeroplanning shoferi Himalaya tog'lari atrofida odamni hayron qoldiradigan va nihoyat oz uchraydigan bir ko'rinishni ko'rgan va rasmga tortgan. Tartibilangan bu rasm tadqiqotchilar tomonidan analiz qilingandan keyin buning Xitoy tajovuzchilarining xalqni yushurincha elib berilgan bir qatimliq balnistik boshqarilgan bomba siniq ekanligi. Buning Sharqiy Turkistonning Urumchi rayonidagi Xitoy doiralari tomonidan vaqtincha uchish cheklangan rayon qilib belgilangan 100 kilometrlik doirada elib berilganligi o'tirg'i chiqqan. Xitoy hozirgacha bu haqda hech qanday bir ma'lumot bermagan bo'lsa-mu, ammo bu ahvolni o'z ko'zi bilan ko'rguvchilarning deyishicha, odamning alohida diqqatini tortadigan bu manzara kun patqandan keyin necha yuz kilometrgacha doirada nihoyat uchiq ko'ringan.